Assalomu alaykum. Kanalim obunachilari hamda mehmonlari. Kanalimga xush kelibsizlarim. Sog' salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Azlarim, men bugun sizlarga achchiq qalampirni bankaga tuzlashni o'rgataman. Hozir mana qalampirni ogorotdan terib chiqdim. Ko'k aralash qizil qildim. Bankalarda ham ko'rinishlari juda chiroyli turadi. Idishga solganingizda ham juda chiroyli ko'rinadi. Ogorotimizdan mana shu qalampirlar qizili ham bor mana. Shular hozir yuvib, sovog'idan ajratib tayyorlab olaman, keyin dalish ketamiz. Mana azizlarim, qalampirimizni tozalab yuvib oldim. Bir donadan qilib, endi buni chiroyli qilib bitta tishlaganda yeydigan qilib kesib chiqaman. Kesish uchun naborimizni pichog'i bor topolmadim. O'zimni chevar qaychimdan foydalanyapman. Bunaqadan menda 2-3 ta bor. Ko'rinyaptimi? Azizlar, mana shunaqa qilib kesib chiqaman. Achchiq havoda tarqab ketish uchun tashqariga chiqarib oldim. Ochiq joyda qilyapman. Mana shunday qilsangiz og'izga siqadigan, qiynalmasdan olishaveradi. Yeganda karsillagan qalampirlar bo'ladi. Hammasini mana shunaqa qilib azizlar to'g'rab olaman. Keyin yana sizlarga ko'rsataman. Azizlar, mana to'g'ragan qalampirlarimizni endi bankalarga joylab olamiz. Buning uchun mana 400 gramlik banka oldim. Bu bankani sterilladim. Qopqoqlarimni ham sterillab oldim. Mana chesnokni solamiz birinchi. Chesnogimizdan so'ng qalampirlarimizdan solamiz. Bosib solaveramiz azizlar. Sizlar buni tayyorlab ko'ringlar, shunaqa mazza bo'ladi. Ukrop ham so'ramiz. Svejiy ukrop solyapman azizlar. Tak, tuzini ham solsak bo'laveradi. Katta osh qoshig'imizda bezverk solamiz. Sho'rroq bo'lsin deyishyapti uydagilar. Olma sirkasi solamiz. Olma sirkasini 30 gram solsak bo'ladi. Chunki bankamiz kichkina. Mana shu idishcham 60 gramlik yarmini qilamiz. Demak, olma sirkasi solamiz. 30 gram yog' qo'yamiz. Yog'ini qo'yamiz. Sizlar endi yana qalampirimizdan solamiz. Basib solaveramiz. Shakar solamiz. Shakarimizni bir osh qoshiq kamroq solamiz. Chunki bankamiz kichkina. Ko'rib turganingizdek. Endi yana kam joyiga qalampir solamiz. Bankamizni to'ldirib bir chekkaga olib qo'yib turamiz. Suvimiz qaynayapti. Suv qo'yib qo'yganman azizlarim. Mana shunday qilib. Ustiga ham chesnokdan sovoramiz. Ozroq chesnok qalampirlarda, umuman tuzlamalarda eng yaxshi vosita. Endi 1 litrlik bankamizga ham xuddi shunaqa qilib sovolamiz azizlarim. Birinchi chesnok solamiz. Ko'rib turganingizdek. Yana qalampirlarimizdan solamiz. Qalampirlar shunaqangi svejiy ogorotdan olib chiqdim, aytganimdek. To'g'ri qiynalmasdan olib qoshiqda shunday og'izga solib yuborishaveradi. Ukrop solaman.
uzun banka bo'lgani uchun kattaroq tashlayveraman. Azizlar. Endi bunga to'la qilib tuz solamiz. Ana shunday qilib. Shakarini ham solaveramiz. To'la qilib. Mana ko'p turganingizdek. Endi qalampirimizni solamiz. Basıp salaveramiz azizlar. Mana azizlarim, suvimiz ham qaynadi. Endi bankalarimizga quyib olamiz. Bismillahirrahmanirrahim deb. Oh, achchig'ini ko'zimgacha yoshlantirib yuboryapti. Toza qoshiq bilan aralarida havolarini chiqarib yuboramiz azizlar. Havosi chiqqandan keyin yana suv kamayadi. Yana suv quyib qo'yaveramiz. Mana shunday qilib, mana pastladi. Endi buni qopqog'ini yopib, xohlasangiz kladovkaga qo'yasiz. Ya'ni omborxonaga, xohlasangiz sovigandan keyin xolodilnikka qo'ying. Farqi yo'q, turaveradi. Men sizlarga 3 kundan keyin bittasini ochib ko'rsataman. Ana. Endi qopqog'imizni yopib qo'yamiz sizlar. Qopqog'imiz sterillangan. Mana. Issiq. Qaynog'ligini mana azizlarim, bankaga bekitgan qalampirlarimiz hozircha tayyor. Endi 3 kundan keyin men sizlarga ko'rsataman. Endi baklashkaga joylaymiz. Mana endi azizlarim, baklashkalarga tuzlaymiz. Baklashkalarga birinchi shu chesnogimizdan solamiz. Chesnogni katta-katta qilib to'g'radim. Biznikidagilar shakar solmang, yana nima solmang, yog' solmang deyishdi. Solmaymiz. Mana ukropni mana quriganidan ham soling deyishdi. Mana quriganidan ham solamiz. Mayli, aytganlari bo'yicha. Azizlar, baklashkalarni endi mana shunaqa qilib yonboshlatib sovolyapman. Qo'l bilan teginmay, qoshiq bilan solavering, qo'l achchiq bo'lmasin deb. Tagiga chesnok tashlab oldim, ukrop tashlab oldim. Endi tuzini ham o'rtasiga tashlayveramiz. Katta qoshiqda, osh qoshiqda bir qoshiq solaveraman. Ehtiyot bo'lib, to'kilib ketar shekilli. Kamiga solaramiz. Shuna qilib baklashkaga joylab olaman. Uksus 30 gram, 70% uksus qo'yapman bunga. Baklashkamni yarmiga kelganda yana ukrop solyapman azizlarim. Ukropni qurug'idan
Svejisidan solamiz. Tuzimiz bo'ladi, katta qoshiqda 1 qoshiq. Chesnok ham solib qo'yaveramiz. Chesnokni ko'p ziyon qilmaydi. Yana qalampirdan solamiz. Shuna qilib baklashkamizni to'ldirib olamiz. Lekin qaynoq suv quymaymiz endi bunga, chunki baklashkalarimiz bujimayib qolishi mumkin. Ichirib ketishi mumkin. Suvni qaynatib, ilitib qo'yamiz azizlar. Suvimiz qaynab turib, toza o'chirib qo'yaman. Mana bitta baklashkani to'ldirib oldim. Endi ikkinchisiga navbat. Azizlar, endi to'g'ralmagan qalampirimizni kichkina baklashkaga joylab olamiz. Buning uchun bizga shu ukrop, svejisi, quritilgani, chesnok, tuz kerak bo'ladi. Keyin qaynatilgan suv qo'yamiz. Joylashni boshladik bo'lmasa yana. Shunday qilib joylayveramiz. Chesnok solamiz. Qo'lim bilan solsam bo'ladi. Baklashgan og'zi kichkina. Mana shuna qilib ukrop solamiz. Qalampirimizni solamiz. Xuddi shu tartibda joylayveramiz. Mana azizlarim, baklashkaga joylab oldim. Mana shunaqa ko'rinishda. Ko'rib turganingizdek, chesnok, ukrop, endi tuzini solaman. Bunga ham 1 litrlik baklashka katta qoshiqda 1 qoshiq tuz solsak bo'laveradi. To'ldirib sho'rtakroq bo'ladi. Sho'rroq bo'lsa yaxshi bo'ladi, kars-kurs bo'ladi ham. Endi tuzini solib olamiz. Tuz solish uchun mana solsam ketarmikin? Mana ko'ryapsizmi? Shunday qilib tuzini solib olaman azizlarim. Azizlarim, endi bunga qaynab sovutilgan suvdan quyib chiqamiz. Suvimiz juda ham sovuq emas, ilimiq. Iliq suv. Mahkam qilib yopib qo'yamiz. Salqin joyga qo'yib qo'ysak bo'ldi. Qayerda tursa ham bo'laveradi. Azizlarim, mana shunday qilib qalampirlarimizni tuzlab oldik. Bankalarga to'g'ralganidan, mana yana bitta bankaga to'g'ralganidan tuzladim. Bu yoqda mana bitta bankachamiz ham to'g'ralgan bo'ldi. Qolganlari butun baklashkadagilar bo'ldi. Yoqqan bo'lsa albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Juda ham har bir ovqat bilan yeyishli oilangiz uchun juda ham ma'qul bo'ladi hammaga deb o'ylayman. Azizlarim, shuning bilan bugungi video roligimni tugataman. Yana 3 kundan keyin bironta bankani ochib sizlarga albatta ko'rsataman. Shunda xayrlashamiz. Mana azizlar, bankalarimizni yopganimizga ham 10 kundan oshib qoldi. Necha kun hisobini olmabman ekan. Ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli turibdi. Svejidek qarang. Sizga ko'rinyaptimi azizlarim? Mana shunday juda ham chiroyli turibdi. Baklashkadagilari bular, mana bankadagilarim. Bunaqa temir qopqoq bilan yopmasangiz, mana bunaqangi plastmassa qopqoq bilan yopsangiz ham turaveradi azizlarim. Qayerda saqlasangiz ham. Endi buni ochganimizdan keyin albatta xolodilnikda saqlashimizga to'g'ri keladi. Mayli, men sizlarga bittasini ochib ko'rsataman. Buning uchun bizga tarelkacha qoshiq kerak bo'ladi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mana azizlar. Mana. Voy, hidini qarang, shunaqa приятный-da. Oh, mazza qilib yuborasiz hidini o'ziga. Mana azizlar. Mana bir tishlab non bilan ham shunday yeb qo'yursangiz bo'laveradi. Achchiq xohlovchilar albatta. Achchiq yeya oladiganlar. Men shaxsan achchiq yeyveraman. Mana azizlarim, bir ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Mana. Ko'rinyaptimi? Qarang, kars-kurs qilib yeyilishda qarshilagani bilinib turadigan qalampirlar bo'pti. O'zimni o'zim maqtab qo'yay. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring azizlarim. Yoqqan bo'lsa albatta like bosasiz degan umiddaman. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz bo'lib qo'ying. Yanagi shuning bilan bugungi video roligim tugataman azizlarim. Yanagi video roliklar orqali uchrashguncha xayr. Allohga omonatsiz. Men sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Salomat bo'ling.